Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah, Muhammadin va ala alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Alloh taoloning madadi bilan arab tili darslarimizning 14-sonini boshlaymiz. Bu darsimizda siz azizlar bilan Mabda qiroat kitobining 27-darslarini o'rganib chiqamiz. Ad-darsu as-sabi'u wal 20, 27-dars. Lug'atlarini o'qib beraman. Rijlun oyoq. Rukbatun tizza. Ka'bun to'piq. Yadun yumna o'ng qo'l. Yadun yusra chap qo'l. Mirfaqun tirsak. Mana bu yer mirfaq. Shafatun ulya tepalab. Shafatun sufla pastki lab. Sinnun tish. Lihyatun soqol. Batnun qorin. Qadamun oyoq. Qadam. Oyoq deganimizning sababi rijlun o'zi aslida oyoqni to'liq ko'rinishi, lekin qadam oyoqni to'piqdan pastdagi ko'rinishi qadam deb ataladi. Kullu ahadin har bir kishi yoki har biri. Ma qara'a o'qimadi. Bu o'tgan zamonni mana bo'lishsiz ko'rinishini o'tayapmiz hozir. La yaqra'u hozirgi va kelasi zamonga bo'lsa, ma qara'a o'tgan zamonni bo'lishsiz fe'li. Ma fahima ahadun hech kim tushunmadi. Ma jaa ahadun hech kim kelmadi. Ahadun bir kishi degani o'zi aslida, lekin mana shunaqangi bo'lishsiz shaklida kelganda, manfiy bo'lib kelganda fe'limiz bu hech kim deb tarjima qilinadi. Matnimiz, lug'atimiz tugadi. Matnni o'qib beraman. Rijlun yumna o'ng oyoq. Keyingisi mana rijlun yusra chap oyoq. Jafnun a'la tepa qovoq. Jafnun asfalu past qovoq. La ta'kul biyadikal yusra chap qo'ling bilan yema. Kul biyadikal yumna o'ng qo'ling bilan ye. Likulli yadin mirfaqun va likulli rijlin rukbatun. Likulli yadin mirfaqun va likulli rijlin rukbatun. Har bir qo'lni tirsagi bor va har bir oyoqni tizzasi bor. Har bir qo'lni tirsagi bor va har bir oyoqni tizzasi bor. La tuharrik rijlaka waqtad darsi. Dars vaqtida oyog'ingni qimirlatma. Va la taltafit yaminan va shimalan. Va o'ngga va chapga ham qarama. Lihyatu abi tawilatun. Otamning soqoli uzundir. Kullukum mujtahidun. Barchangiz tirishqoqsizlar. Hal qara'ta darsakal yawma? La, ma qara'tuhu. Hal qara'ta darsakal yawma? La, ma qara'tuhu. Bugun darsingni o'qidingmi? Yo'q,
o'qimadim. هل فهمتم الدرس أيها التلامذة؟ نعم فهمناه جيدا. هل فهمتم الدرس أيها التلامذة؟ نعم فهمناه جيدا. Ey o'quvchilar, darsingizni tushundingizmi? Ha, darsimizni uni yaxshi tushundik. هل حفظتم الدرس؟ لا ما حفظناه. هل حفظتم الدرس؟ لا ما حفظناه. Darsni yodladingizmi? Yo'q, uni yodlamadik. لما ما حفظتم؟ لما ما حفظتم. Nega yodlamadingiz? هل فهمتم الدرس كلكم؟ نعم فهمنا كلنا. هل فهمتم الدرس كلكم؟ نعم فهمنا كلنا. Barchangiz darsni tushundingizmi? Ha, barchamiz tushundik. هل كتبت اليوم إلى أبيك رسالة؟ لا ما كتبت. هل كتبت اليوم إلى أبيك رسالة؟ لا ما كتبت. Bugun otangga dadangga xat yozdingmi? Yo'q, yozmadim. فهم الدرس اليوم بعضنا وما فهم بعضنا. فهم الدرس اليوم بعضنا وما فهم بعضنا. Bugun darsni ba'zilarimiz tushundik, ba'zilarimiz tushunmadik. Inshaalloh bizning darsimiz unaqa bo'lmadi deb o'ylaymiz, chunki darsimizda murakkab bir qoida o'tgani yo'q, hammamiz tushundik deb o'ylaymiz. Batnun kabirun. Batnun kabirun. Katta qorin. Igsil yadaka ilal mirfaqi. Igsil yadaka ilal mirfaqi. Qo'lingni tirsakkacha yuv. غسلت رجلي إلى الكعب. غسلت رجلي إلى الكعب. Oyog'imni to'piqqacha yuvdim. Mana shu bilan matnimiz tugadi. Bugungi darsimizga ham yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.